O'rta Osiyoning eng qadimgi shaharlaridan biri Shahrisabz. U Qashqadaryo viloyatining yana bir qadimiy poytaxt shahri hisoblanib, Buyuk Amir Temurning muborak nomi bilan bog'liq shonli sharafga ega. Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Qarshi, Toshkent, Turkiston kabi yirik shaharlardagi ko'plab inshootlar ham Amir Temur hazratlarining sa'y-harakatlaridan qurdirilgan. Amir Temur hazratlari tomonidan qurdirilgan buyuk me'moriy yodgorliklardan biri Oqsaroy qasridir. Oqsaroy qasri Markaziy Osiyodagi o'rta asrlarga oid buyuk me'moriy yodgorliklardan biridir. 1378-yilda Amir Temur Shahrisabz qo'rg'oni qal'a devorlarini, darvozalarini qurish haqida farmon bergan. Shahar qo'rg'onining atrofi chuqur xandak bilan aylantirilib, darvozalari osma ko'prik bilan ta'minlangan edi. Qo'rg'on poydevori qurilishi bilan Amir Temur Oqsaroydek mahobatli qasr qurilishiga buyruq bergan. Oqsaroyning qurilishi 1380-yilda boshlangan hamda 1386-yilda o'z nihoyasiga yetgan. Ammo bezaklash ishlari 1404-yilga qadar cho'zilgan. Saroy Amir Temurning onasi Takinaxotin xotirasiga bag'ishlanib bunyod etilgan. Saroyni barpo etish davomida Xorazm, Eron va boshqa ko'plab mamlakatlardan keltirilgan hunarmandlar ishtirok etgan. Jumladan, gumbazli arkni yasash va bezashda tosh kesuvchi usta Muhammad Yusuf Tabriziyning ishtiroki bo'lgani gumbaz yozuvlarda saqlangan. Oqsaroy Amir Temur va uning oilasiga mo'ljallangan shohona istiqomat saroyi bo'lgan. Saroyning o'zga xususiyatlaridan yana biri shu ediki, imorat tomi ustiga antiqa hovuz ishlangan bo'lib, unda Samarqand vohasi, Urgut tog'lari bag'ridagi Taxta Qoracha dovonidan Qahrabosuv Qo'rg'oshin quvurlari orqali 35 kilometr masofadan oqib kelgan. So'ngra sharshara hosil qilib pastga tushgan edi. Saroy ulkan mahobatli inshoot bo'lib, umumiy kengligi 40 metrlar chamasi, balandlik esa 50 metrdan oshiqroq bo'lgan deb taxmin qilinadi. Tashqi bezaklardagi tilla suv yuritilgan naqshlar bosh peshtoqni husniga husn qo'shadi. Naqshlardagi qora ranglar Makkadagi toshga, ko'k rang esa beg'ubor osmonga qiyoslangan. Obidaga husn baxsh etib turgan arabiy yozuvlar ichida Amir Temurning qudratimizga shubhang bo'lsa, biz qurdirgan imoratlarga boq degan iborasi mavjud. Peshtoqdagi Sohibqiron saltanatining ramziy belgisi ham bo'lib, bu belgi 3 halqadan iborat edi. Ular 3 hududiy iqlimda shimol, janub, g'arb mintaqalarida barpo etilgan halqadan tashqari quyosh va sher tasviri hamda kuch adolati degan arabcha yozuv ham bitilgan. Oqsaroy qurilishida taxminan 30 ming nafarga yaqin g'isht teruvchi, 20 ming nafarga yaqin koshinkor va boshqa ustalar ishtirok etishib, ularni ovqatlantirish uchun har kuni 700 ga yaqin qozon qaynab turgan. Oqsaroy Markaziy Osiyo me'morchiligidagi buyuk obida bo'lib, xalq me'morlari ijodining eng yuqori cho'qqisi va namunasi hisoblanadi.